sotiladi. Tayyor pul ishlaydigan, soliq, poliq hamma yo'q tayyor. Viza karta qo'shib qo'yasizlar, bo'ldi, pul ishlayverasizlar. Xo'p, kanalimiz eng ko'p ko'rilgan videosi 196 mingtani tashkil etadi. Shortsga nisbatan eng ko'p ko'rilgani 6 million tashkil etadi. 5 million, 4 million, million prosmotr bo'lgan bu shorts edi. Uzun videolar esa eng ko'pi 100 mingga yaqin prosmotr yegan. Xo'p, statistikasini ko'rsatib o'taman. Statistikamiz video kam yuklangani hisobiga pastroq. 174 ming prosmotr bo'lyapti, $10 pul ishlayapti oyiga. Xo'p, 90 kunga nisbatan $56, 1 million prosmotrga 365 kunga nisbatan $125 ishlagan. Pul ishlatsimi kech yongan, orada o'chib qolgan, bilmadim, xolos kamroq pul ishlagan. Xo'p, kamroq pul ishlashga sabab yana bittasi asosan videolar shorts tashkil etadi, shuni hisobiga ham daromad kamroq. Xo'p, kanalimizda AdSense'lar bor do'stlar. Hozir ko'rsam mana, pin-kod, min-kod, soliq, poliq hamma yo'g'i tayyor. Knopka olinmagan, knopkani men tekshirdim, knopka bermaymiz deyapti, lekin agar staji bor odam bo'lsa, sabr bilan urishib, knopkani hal qilib olsa bo'ladi. Knopkaga kafolat bermayman. Xo'p, jalba-palba ishlamasi yo'q, top-toza kanal, tayyor pul ishlaydi. Bu video qo'yasizlar, pul topasizlar, bo'ldi. Kanal staji bor odamga sotiladi. Kanal narxi $1200. Konkret oladigan odam bo'lsa 99 lik 791 32 32. Eslatib o'taman, kanal pul ishlaydigan kanal. Hamma narsasi tayyor. Prosta video qo'yib ishlasanglar bo'ldi. Staji bor odam olsin. Staji yo'qlarga tavsiya qilmayman. Stajingiz yo'q bo'lsa, konsultatsiya olib 0 dan kanal tavsiya qilaman. Salomat bo'ling.